Do'stlar, bugun mana shu Kapalin modelini ko'rib chiqamiz. Mana bu ko'k rangdagi usti bo'ladi Kapalini. Ya'ni bu qoliplar bir-biriga kiyiladigan qoliplar. Mana bu narsa teskari bo'lib, bir-birini ustiga kiyiladi. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Bu modelni to'g'ri o'yuradi. Bu Kapalini T qismi. Agar buni bunaqasiga teskari olib o'tadigan bo'lsak, modelda xatoliklar bor. Ya'ni mana bu joylari mana bir-birini chekirib ketib qolgan. Bu joyi artkamda o'xshamay qoladi. Mana shu xatolikni to'g'rilashni ko'rib chiqamiz. Hop, demak boshladik. Mana artkamni ochib oldik. Razmerimiz 550 ga 550. Katta qoldik. Import. Birinchi navbatda mana o'rtaga olib oldik. Mana bu gullarni o'zini olib olamiz. Yashil gulli mana bu 3 ta dumalog'ini olib oldik. Bu narsani relifga kiramiz. Saqlanit. 1 2 3. Relif formati saqlanib oldik. Mana endi 2 marta bosib, mana buni bosib qo'ysak ko'rinadi. 2 marta bosib o'chirib tashlaymiz bu yerda. Hop, mana stavit tushirib olamiz. Ya'ni boyagi modelni T qismi Tga. Hop, ana endi relifga o'tamiz. Загрузить. Stavkani bosib, boyagi 1 2 3 li relifni olib olamiz. Metodga o'tamizda, добавить qilsak ustiga tushirib qo'yadi. Mana ikkinchisini tanlaymiz, VCS stavit. Ya'ni xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Teskarisini ana o'yib beradi. Mana modelimiz tayyor. Boyagi joylari mana akkuratni chiqdi. Endi uchinchisi center. Mana olib oldik. Mana tayyor. Ya'ni bu qoliplar bir-birining ustiga kiyilib tushadi. Dumalog'i ketib qolmasligi uchun. Mana shu holatda mana hozir slayzni o'chiramiz. Ya'ni Kapalini o'zi mana shu holatda bo'ladi. Slayz bilan kesib olamiz. Tepasi pasi. Upasini berdik. Endi mana to'rtburchaklarni olish, hozir bittadan chizib chiqishimiz kerak bo'ladi buni. Bittada har bittasini razmerini olib chizishimiz kerak. Bizga ish bo'lsa, shuni o'rniga osonroq yo'li. Orqa qaytarib olamiz. Mana bularni to'rtburchakni olamiz. Mana 3-chi border. Buni belgilaymizda. Tizimlarni belgilab, create shape from select. Smoothda turadi, buni linerga o'tkazamiz. Bu narsa o'chirib turamiz. Shift sini bossak tizimlar o'chadi. Shift gani bossak poligonlar o'chib turadi. O'zimiz kerakligini tanlab olamiz. Mana. Bu narsa nimaga kerak? Chetidagi to'rtburchaksa hozir biz stavit tushirganda, import qilganda chetga ketib qolmasligi uchun. Belgilaymiz. Export selection. Mana AutoCAD DXF formatda mana eksport qilib olamiz. Import.
Gapalik 3. Bu bot ketib qoldi. F9 ni bossak, olib kelib beradi. Hozir F9 ni bossam, bu video zapisim o'chib qoladi. Shuning uchun 275, 275. O'rtaga olib keldik. Kerak emas bizga. Mashina o'zini bossak, ustidan o'zini o'yib beradi bizga. Ctrl G qilib qo'yamiz, gruppa qilib kontur beramiz. 2 mm mana. Tashqariga kontur. Hamma joydan bir tekisli kontur chiqdi. Mana endi upa berish. Vibraniy vektor, belgilangan vektor. Chetdilarni belgilab oldik. Ctrl G bilan gruppa qilib qo'ydim. Google Zimeykiga 45 gradus, ya'ni o'yayotganda mana shunaqa o'yadi. Joni 3 mm, bu yerda 0.3, to'g'ri. Mana buni bosib qo'yamiz, nastroykasi. Ya'ni boshida o'yib tushib oladi, yog'iga olib ketadi. Qalinligi 24 mm. Сейчас. Mana. O'yib tushib berdi. Mana buni bosadigan bo'lsa, imitatsiya oldindan ko'rish. Bizga shu narsani kesib olib beradi. O'yganda xuddi shu holatda chiqadi. Bo'ldi, modelimiz tayyor. Upani beramiz. Endi bu boshqa formatda qilinadi. Bu men o'zim buni ichidagi ana ortiqcha fayllar bor. O'shani o'chirib tashlab turib, mana shu formatda qilaman. Sizlar o'zingizlarni post protsessor formatingizda qo'yasizlar. 550 ga 550 24. Bo'ldi, faylimiz tayyor. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.